Dunyoda shunday ko'l borki, uning suvini o'zingiz bilan idishlarga solib olib keta olmaysiz. Suvdan idishga olib og'zini berkitib qo'yib, bir necha daqiqadan so'ng qarasangiz, uning ichi bo'm-bo'sh bo'ladi. 1953-yilda olim izlanuvchilar buning sababini o'rganishga kirishdilar. Ko'l suvidan idishlarga olib, laboratoriyada o'rganmoqchi bo'lishdi, ammo o'rganishga borguncha idishlar qurib qolaverdi. Maxsus idishlarda ham shunday holat takrorlanaverdi. Keyinchalik sababi o'rganilganda, ko'l suvida yuksak miqdorda xrom moddasi borligi aniqlandi. Suv tezda kristallashib, idish devoriga yopishadi va yo'q bo'ladi. Bu ko'l Janubiy Afrikaning Limpopo provinsiyasida joylashgan Funduzi ko'lidir. Funduzi ko'li mahalliy aholi tomonidan muqaddas deb hisoblanadi va o'ziga xos jismoniy xususiyatlari tufayli o'z sirini saqlab qolgan tabiat mo'jizasidir.